rahmatli otamni yaxshi ko'rardim, lekin xafa ekanman undan ham uni eshitib. Ana. Mana shu Izobilyaga kelishingizdan oldin qanaqa holatda edingiz? Nimalar bo'lgan edi? Men xorazmlikman o'zi asli. Oldin nima qilardim-da, bozorchilik qilardim, bozorga chiqardim. Keyin bozorim o'xshamay qolib, Rossiyaga ketdim. Ishlarim orqaga qaytib ketgan edi. Tushkun ahvol edim juda. Izobilya 16 ga qatnashdim. Shunday xotirjamman, shunday yaxshi bo'lib qo'yapti. Kundan kunga yaxshiman. Yengilman, nimalari, ya'ni texnikalarni ham qilyapman. Charchab kelaman, charchab kelganimdan yotib quloqimga naushnikni taqib qilaman-da. 17 ga ham qatnashdim. 17 da yaxshi, juda yaxshi tushundim, yaxshi natijalarga chiqdim. Toshkentdan kvartira oldim, Xudoga shukr. 3 xonali kvartira olib, Молодец. arendaga berib, nima qilib joylashtirib kelganman. Xorazmdan yana kvartira oldim. Hali bolalarim kichkina, uylarim bor, solingan uylarim 2 ta yana. Ana. Juda yaxshi natijalarga chiqqanman, juda yaxshi. Alloh barakatini, Shundaymi? shunday Alloh barakat berib qo'ygan. Keyin orzu qilardim, keyin bu xo'jayinimga, xo'jayin shu yerdan uy qilsak, bizlar ham Rossiyada uy qilsak yaxshi bo'lardi deb orzu qilib yurardim-da, o'zim o'ylanib daftarlarimga yozib, texnikalarni qilib, oldiniga yerini sotib oldik. Endi ko'tardik, Xudoga shukr, uy qilib oldik. Ana, молодец. Juda zo'r natijalarim, aytsam hayajondaman hozir, aytsam nima bo'lmaydi, to'xtamaydi, zo'r natijalarim. Ana, молодец. Qarang, mana dasturlarni o'zgartirgan vaqtingizda qiyin bo'lmadimi? Bloglarni qilgan vaqtingizda qaysi bloklaringiz xalaqit bergan ekan? Ayta olasizmi? Bo'lisha olasizmi? Chunki o'sha bloglar hozir mana bu yerda boshqa tinglovchilarda ham bor bo'lishi mumkin-da. Ustoz, men alamda ekanman-da, kechira olmas ekanman. Meni alamim juda ko'p ekanda. Yoshligimda qolgan bloklarim bor ekan. Endi yoshlik paytimizda biz davrimizda bitta qiyinchiliklar bo'lgan. O'sha paytimda xafagarchilikim ko'p ekan. Xafagarchilik bloklarimni eshitdim. Rahmatli otamni yaxshi ko'rardim, lekin xafa ekanman undan ham uni eshitib. Siz bergan texnikalaringiz oltindan-da qimmat ekanda, bu kitoblarda yo'q ekan. Diniy kitoblarda ham yo'q baribir. O'qigan kitoblarimizda ham yo'q. Boringizga shukr ustoz. Allohga ming qatla shukrona qilaman, behisob siz yetkazganiga. Zo'r, natijalarim zo'r, Xudoga shukr. 17 ga qatnashib ham 3 oy sayohatlarda yurganman. 20 ga qatnashib ham 2 oy sayohatlarda yurib, yana onamni olib umraga borib kelganman. Yaqinda keldim, hali hafta bo'ldi ustoz. Ziyoratdan kelganman. Молодец, молодец, молодец. Молодец. Endi sizga bir ajoyib savolim bor. Gulmira Rustamboyeva azizam. Agarda Izobilyaga umuman kelmaganingizda nima deb o'ylaysiz? Bugun hayotingiz qanday bo'lardi? Ustoz, tasavvur qila olmayman. Kim bilsin qanday bo'lib yurardim. Balkim Alloh bilguvchi, baribir yo'limizni topa olmay botqoqlarga cho'mib yurgan bo'larmidim balkim. Baribir ustoz yaxshi yo'l ko'rsatadi, shu botqoqlardan chiqaradi, baribir. Ustoz yaxshi baribir. Bilmasak qiyin, bilmaydik-ku. Mana sizda o'rgandik, Xudoga shukr, yaxshi baribir. Xafa emasman hozir, Xudoga shukr deyman. Xafagarchilikim yo'q. Qanchalik shukr qilsam Alloh beraverar ekanda, karami keng. Minnatdorman hammadan. Allohimdan avvalambor sizni menga yo'qishtirgan. Xursandman Allohimdan. 17 da chiqib gapirmoqchi edim-da, fura mashina oldim. Rossiyada o'taver ekan, furaga nima qilardim, ixlos qilardim. Voy, shunday mashinam bo'lsa edi, yuk mashinam, yaxshi bo'lardi, Allohim. Shunday yuk mashinam, fura mashina ham oldim. O'sha payt chiqib aytasim keldi-da, ustoz, qarang, men o'ylagan narsamga yetdim demoqchi edim. Nimani o'ylasam bunyod bo'lib qoladi. Kisam pulsiz bo'lmaydi, Xudoga shukr. Hamisha pulim bo'ladi. Pulim yo'q deb o'tirolmayman, pul paydo bo'ladi bir yerlarda, o'ylasam tamom.